Bu dunyodagi eng qimmat uy, narxi 2 milliard dollar. Antilya, Mukesh Ambanining uyi. Mumbai, Hindiston. Maydoni 37 ming metr kvadrat, 27 qavat, lekin balandligi odatiy 60 qavatli osmono'par binoga teng. Egalari Mukesh Ambani, Reliance Industry asoschisi, Hindistonning eng boy odami. Ichki tuzilishi 9 ta yuqori tezlikdagi lifti mavjud. Avtoturargoh 6 qavat bo'lib 168 ta mashina uchun space joy, vertolyot maydoni, 3 ta alohida helipad, dam olish joylarini qarang-da. Spa sog'lomlashtirish markazi, 50 o'rinli shaxsiy kinozal, muz maydoni, qor mashinasi bilan bemalol yurasiz. Ko'p qavatli sport zali, suv havzasi va undan tashqari esa ajoyib bog'lari bor. Mehmon qabul qilish zali bir qavat bo'lib, bal zali sifatida ishlatiladi. Xodimlar u yerga 600 tadan ortiq doim xizmat ko'rsatadi. U shunday loyiha qilinganki, 8 ball zilzilaga bardosh bera oladi. Binoda havo bog'lari, ya'ni air gardens mavjud bo'lib, u nafaqat go'zallik, balki shamollashtirish va undan tashqari esa asosan energiya tejamkorligini ham ta'minlaydi. Har bitta qavat alohida farq qiladi. Turli dizayn uslublarda qo'llangan. Siz nima deb o'ylaysiz? Bu uy 2 milliardga arziydimi? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring.